Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq ko'rmalar hammanglarning hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Sizlar bilan yana bir qator yuz ko'rishganligim uchun nihoyat xursandman. Mening ismim Arshin Abdurahmon. Bugungi Avangard programmamizga Sharq Turkiston O'lmalar birligining muavin raisi Sirojiddin Azizov ustozni bu taklif qildik. Ustoz xush keldingiz. Xush bulduk. O'zingizni qisqacha bir tunishtirib o'tasiz. Bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Başta bu İstiqlal televiziyasi va sizlarga bu programni o'rinlashtirganligim uchun ve meni taklif qilganligim uchun rahmat aytaman. Biz rahmat aytamiz. Amaliyotda men bu programga loyiq bo'lmasam-mu, faqatla taklifni qabul qilish yuzidan kelyapman. Men Sharq Turkistonning Xotan viloyatida tug'ildim, dindor oilada. Bir mezgil aile terbiyesinde oldum. 6-7 yaşımdan beri vatandaki ustazlarda, mahfi medreselerde dini terbiye algan oldum. Takriben 1984'kice aralıkta vatanda her xil ustazlarda okuduk. Endi uyadaki okuş şaraiti, sistematik okuş imkaniyeti, dini bilimlerini bulmaganlık için bir mezgil o ustazda, bu ustazda bazı medresede 5-6 ay, bazı bir yıl şu imkaniyeti görüp, yadık ustazla mukim bir yer turanmagan Xitayning ki zulmü sebebiden hem bu dini bilimler tamamen şeklengenlik için şu asasta şundaki etraflarda katıra yürüp mehbi veya bir yerde okugan şekilde 8-10 yıl hayatımızı dini bilimlerden döküzgen bulduk. 84'te Allah'ın izni bilen chet elge çıkış imkaniyeti buldu. Şundan keyin chet elge çıkkan bulduk. Chet elge çıkıp başta 84'te ailem bilen tünce vatanning yolu içilip hac seferiga atlandı nurgun insanlar. Şu bir yıl içinde takriben 5-600 mingga yakın adam hacga çıkıp diken şu vaxtida. 84'te biz o Qashqa Xonjarab orqali Pokistonga chiqqan bo'ldik. Pokistonda bir kun turibla Saudiya Arabistoniga hajga bordik. Hajga shu qistab qolgan vaqtgan bir kun berib bilan haj qilgan bo'ldik. Hajdan keyin yana qaytib Pokistonga keldim. Oilam vatanga qaytdi. Men o'qish orzusi bilan Pokistonda qolib qoldim. Bir yil miqdori til o'rgangan bo'ldik Lahor shahrida. Ebul Ala Mevdudi Institut degan bir institut kurulgan yani. Şu yerde takriben 100'e yakın okuvchilar var idi. O yerde okup bir yıl til öğrengendən keyin 1987'nin başları ben İslamabad'daki Xalqaro İslam Üniversitesi'ne kabul oldum. O yerde Arap Dili Edebiyat Fakültesi'ne girdim. 92 kadar o yerde okugan bulduk. 92'de okuş bitirip ben Suudi Arabistan'a vardım. Suudi Arabistan'a berip yadım şu yani hizmet kılımızda asasen bizden maksat hizmet kılışıydı. Pakistan tuğan mezgilimizde mi şu okuvchilarni tertipleş. Endi biz vatanda din okugan bo'lg'achqa o Pakistan'a çıkan okuvchilarninki mutlaq köp kısmı vatanda ya pende okugan yoki bo'lmasa o'qimagan hem balalarning yaşına ait küçük en tüyüne 5 yaş, 6 yaştan yukarısı 30-40 yaşça okuvchilar bo'lib dikenmiz. Şu sebepten biz endi vatanda o'qigan bo'lg'achqa Pokistondagi başlanışta biraz başqalar o'qimagan derslerini, Arapçani bilgan bo'lg'achqa sınıflarda ustoz bilan o'quvchilar o'tirdi, tarjimon bo'lish, ba'zi balalarning qiyinchiliklari bo'lsa doktorxonaga boradigan işler, şunun nurgun meselelerde okuvchilar bilan ustozlar o'tirdi. Tercümanlık sübti hem balalarni bir tertipleş, yetekleşişi şu arkalık mecbur üstümüz düşüp qalgan bo'ldi. Şunda qilib balalarga okuvchilar uyushmasi qildik, boshqa faoliyatlarni qilgan bo'ldik. Şu jarayonda o'qishimiz davomlashdi. Ondan keyin biz o'quvchilik davridimi xizmat qilamiz deb nurg'un ishlarni planlab o'quvchilarni yaxshi tarbiyalaymiz, o'quvchilar uyushmasi quramiz. Bu chet eldagi chet el turayotgan Uyg'urlarning bir yangi boshlanish harakati, yangi xizmat boshlanishi bo'ladi degan asosda tunji qilib biz takriben 87'de
Umid jurnalı da bir jurnal çıkardık. O jurnalda mı bizden bir qarindaşımız var bile okugan Qutluk Qadir degan. O men ve bizden Abdullah Tacim Uçqun, özüne oxşagan bir qancha qarindaşlar vardı. Xo'sh. Şular bilan birge jurnal çıkardık. Bu jurnalınki birinci sanını kol arkalık yazma şekilde çıkargan bulduk. Yani ikinci sandan başlap belki ikinci sandan kol yazma arkalık çıkarttığımız. Bunun aramızda Abdülhalil Abid degan qarindaşımız vardı. Başka şu İslamabad'da okuyatkan balalarınki asaslıqı bunun hamkarlaşıp bir qancha san çıkargan bulduk. Takriben 9 san çıktı. Onunki ikinci, üçüncü sanlardan anladık kona daktilo degan narsada biz chiqdik mashinkada. Shunday qilib bu jurnal tadrijiy taraqqiy qilib bir 9 san chiqqan bo'ldi. Undan keyin biz vatanga bordik. Ba'zi shuningki qiyinchiliklarini Xitoyda so'roq qilib jurnal chiqargan masala sababidan jiq bir qiyinchiliklar bo'ldi. Yani onun mas'ul bo'lgandan shu Qutlug' Qadirmi uningki bosh tahrir bo'lgan. Ama bazı qiyinchiliklar uchirdi. Biz manda mayli iqtisodiy bo'lsin boshqa sabablardan o jurnal shu vaqtda to'xtab qolgan bo'ldi. Shunday qilib Pokistondagi o'quvchilik hayotimizni oxirlashtirib xizmatga atlangan bo'ldik. 92'de Saudiya Arabistonga berib 93'ninki başları men Jiddadagi xalqaro Turkiston radiosi va Türkistan bilimideydi Ciddi Radyosu'ndan. Şu radyoda 93'ten ta 2016'gacha hem program işlep hem tercümanlık sübtide radyoda işleyen buldum. Shunday qilib hayotimiz davom qildi. Ondan keyin biz şu ishlayotgan mezgilda radioda yana şu o'quvchilar xizmatini qiladigan bizningki endi bütün arzuyimiz chet elda vatandagi imkoniyatlar yo'q, vatandagi zulm shu vaqtning o'zida hozirgi ahvol jiddiy ahvol bo'lsa-mu, ammo vatanda shu vaqtda 80-yillardan beri Xitoyning zulmi bir kunmi to'xtab qolmagan. Bizlar shu maxfiy madrasalarda o'qiydik, qo'shnimizning bilib qilishini ansiraytdik, agar bilib qolsa echkitatdi. Shu darajada cheklimi bor edi. Nurgun ustazlar, hatta benim göz aldığımda benim dadamnımı ben 7-8 yaş vaxtımda öyle kirip benim dadam qariydi, ders öğretti. Öyle besip kirip tutup bağlap öydeki Kur'an kitaplarını hemen boynuna esip şunda göz aldığımızdan elip çıkıp ketken. Şunda ahvallar var idi. Şunda bo'lganligi uchun biz chet elde bu imkoniyat bilan albatta xizmat qilishimiz lozim degan asosda xizmat qildik. Ammo bizning qila oladigan chet eldagi eng muhim bo'lgan ishimiz biz shu Uyg'urlarningki ma'rif ishi muhim ekan, bilimsiz hech qilolmaydi ekanmiz. Bilim orqali bu xalqimizning mayli diniy jihatdan bo'lsin, milliy jihatdan bo'lsin, siyosiy jihatdan bo'lsin, zodi bilimsiz bu ish mingmaydi ekan degan tushunchaga kelib shu asosda o'quvchilarni tarbiyalashga biz endi o'qish bitirib bir yerga borgandan keyin bundan keyingi o'qiyotganlarga xizmat qilaylik degan asosda Saudiya Arabistonda qurilgan bu Turkistonlik o'quvchilar fondi degan fondida xizmat qilgan bo'ldik. Shu orqali vallahi atrofdan xayr ehson jamiyatlari, tashkilotlarning moddiy yordamga erishib, ularni o'quvchilarga yetkazish xizmatlarida bo'lgan bo'ldik. Şu jarayonda yana biz ilmiy xizmat qilamiz deb bu ma'rifat jurnalini chiqargan bo'ldik. Ma'rifat jurnali aslida shu Saudiya Arabistondan boshlangan. U yerda o'qiyotgan qarindoshlar bizlar bo'lib takriben 2004-2005 yilda boshlanmadikki, tamam esimde yo'q. Ama shundan beri hozir qadar davomlashyapti. Hozir o fasllik jurnal hozir takriben 25. songa kelgan bo'ldik. Davom qilyapti. Shunday ishlar bilan bo'layapmiz endi. Hozircha shu jurnallar bilanmi yoki boshqa nima ishlar qilyapsiz? Hozir biz bu xususan Türkiye'de xizmat qilyapmiz. Türkiye'de ham de şu merhum Abdülhakim Mahsum Hacim 2004-2005 yilda Türkiye'ye kelib yerleşip tug'andan keyin shunday bir chet eldimi biz bir
sistemli hizmet qilishimiz lazım iken degan tushuncha bilan nurg'un maslahatlarni qilishgan bo'ldik. Ular men Saudiya Arabistonda ancha muncha kelib ketib turaman. Bu mahsumlar ma'rif jamiyatini qurdi. Ona xizmat davom qildi. Ondan keyin endi bu ma'rif ishlarga maxsus shu bir tashkilot bo'lishi lozim ekan deb shuni maslahat qilib, bu vaqtida ham men Abdukim Mahsum Hacim, Abduxoliq Qarim, shunga o'xshagan ustozlar birlikda taqriban 2010'ning 5-ki herhalde bu Suqburaqan ilim medeniyet vakfini qurgan bo'ldik. Men shu qurg'uchi mutavalli hay'atlardan biri bo'ldim. Keyin mutavalli hay'at muavin raisligiga tayinlandim. Shu ishlarning hammani merhum Abdukim Mahsum Hacim bilan birga qilgan bo'ldik. Endi hozir bugungi kunda bu SIM vakfi deb ataladi. SIM vakfi bu Türkiye'deki o'quvchilarning asosan o'qish ishlariga xizmat qiladi. O'quvchilar qanchadan qancha yaxshi o'qishi uchun mayli ularningki iqtisodiy qiyinchilik bo'lsin, maktabga o'rlashtirish ishlari bo'lsin va shunga o'xshagan o'quvchilarga aloqaliq ta'lim tarbiya xizmatlari, uning boshqa maxsus bolalarni yetishtirish ishlarida ko'p xizmatlarni qilyotdi. Men shu qarindoshlar bilan birga bu xizmatda bir kishilik hissamni qo'shib kelyapman. Ondan keyin yana shu qarindoshlar merhum Abdukim Mahsum Hacimning tashabbuslari bilan biz taqriban bundan bir necha yil burun xalqimizningki endi vatanda Xitoy hokimiyati tamamen dinga qarshi xalqimizning dinini yo'qotish uchun xizmat qilayotgan bo'lg'achqa xalqimizning eng jiddiy ehtiyoji bo'lgan masala bu dinni saqlab qolish, o'zining milliy kimligini saqlab qolish bo'lganligi uchun bu yerda eng asosli rol yana shu din o'qiganlarga, ulamolarga tushadigan ishkan. Shuning uchun bu yerda chet elda o'qiganlik ulamolar bo'lsin, boshqa diniy sohada xizmat qilganlar bo'lsin, her taraflarga chechilib bo'lgandan keyin bular Arabistonda o'qidi, Pokistonda o'qidi, Türkiye'de okudu. Her bir yerden ayrım bazı fikri cihetin olsun, mezhep cihetin olsun, o başka akide cihetin olsun, birbirine okşaşmazlık ahvalları kilip çıkıdığan bu başka ortada bir ihtilafka sebep bulduğan bir ahval bulurken. Bunun aldığını ediş için biz bu şundak bir birleşke, birlikte hemkarlaşka doğru gelirken diyen asasta ülümalar biriye kileyli degan maqsadda bundan takriben 7-8 yıl burundan tatib bu teşebbüslü bo'lgan nurg'un qatim suhbatlashib, maslahatlashib zodi bu ishni qanday qilamiz deb eng oxirida 2016ning oxirlari 2016 12-ayning oxirlari meka takriben 30 yaqin ulama chet elda diniy sohada o'qish bitganlarni bir yerga kelgan bo'ldik. 3 gün miqdori o'ltirib u yerda talash tortish bilan mayli bu hozirgi qurilgan Sharq Turkiston ulamolar birligininki asosi qurilmasi, uning nizomnomalari, qilishga tegishli ishlar, buniki nima qilamiz degan asosda bir muhokama yig'ini o'tkazildi. Uningda hatto shu Sharq Turkiston ulamolar birligi degan ismdimi nurg'un talashib axir bir kelinmay ba'zanlar Uyg'ur ulamolar birligi quramiz degan, ba'zanlar Sharq Turkiston quramiz degan. Anda olsa buni biz saylam qo'yayli. Ovoz qaysi yuqori bo'lsa, shu asosda tanlaydi degan fikr bilan ovoz qo'ygan bo'ldik. Taqriban az bir ovoz bilan ko'p san Sharq Turkiston degan ismni qo'llanamiz dedi. Shu asosda Sharq Turkiston ulamolar birligini qurib chiqqan bo'ldik. Merhum Mahsum Hacim onu kurup bir yıldan keyin takriben vefat kıldı. Allah rahmet kılsın. Onun için başka qarindoshlar bilan bu hizmette davamlaştırıyoruz. Bundan keyinki planlarınız mı? Endi bundan keyinki planlar, endi bizning planlar bek ko'p ma'rif cemiyet işlerimiz var. Bu teşviqat hizmetlerimiz var. Endi bu teşviqatma endi bizning chet elda qilish tegishlik muhim xizmatlardan biri bo'lg'achqa men asli din o'qigan odam bu diniy sohadan biraz ig'ib demasak bo'ladi, ammo meningki mushu bir bo'shliq bo'lganligi uchun
meyli Arap dünyasida bolsun, meyli bu Türk dünyasida bolsun, teşviqat işleriga, media işleriga biraz salmak beriş toğru keldi. Onun için muşu hizmetlerde mi aktif hizmet kılıvatımız ama bazı işlerini şundak bizning düşmanımızın güçlüklüki bazı işlerini ki uzun müddet devam kılışı için mahfiyetçilik mühim buldu iken. Hazır bizning Uyg'urlarning ichida hamma ish oshkor bo'lib ketdi. Bu endi bir davanınki uzun müddetlik devam qilish uchun eng ig'ir zarba bo'ladigan ishlardan biri. Shuning uchun teşviqat sahalarida xizmat bo'layotdi, ama bular oshkor emas. Gerçi xizmat oshkor bo'lsa-mu, o xizmat qilayotganlarninki kimligi, mohiyati oshkor emas, o maxfiy bo'layotdi. Şu asasda hizmet kıldık. Yani bundan keyinki bizning planlarımız endi vatanning işi intayin ig'ir bir dahshatlik fojiada. Bir necha milyon odam lagerda. Vatan bilan bo'lgan munosabat tamamen kesilgan. Bundaq aslida hakikaten biz bundan keyin nima ish qila olamiz degan savolni hamma odam o'zi qo'yadi. Hem bu vatanning ishi nurg'un taraflardan harakatlar bo'layotdi. Bir tarafdan teşviqat hizmetleri, siyasi hizmetler, ictimai hizmetler. Endi hazır bu Türkiye'nin vaziyeti endi biz Türkiye bizga nispeten bizning ikinci vatanimiz bo'lib qoldi. Adamlar soni ko'p. Onun yalg'izlikdagi diniy, siyasi meseleler emas, ictimai meselelarda nurg'un qiyinchiliklar o'rtaga chiqyapti. Bu şu Türkiye'deki xalqimizningki bir her tarafdan ihtiyacını qamdash uchun harakat qilish. Hem xalqimiz endi tarixin biri Xitoy hakimiyeti bir mustamlikçi hakimiyet bo'lg'achqa bizni dinimizden yiroq, örf odatimizdan yiroq, tilimizden yiroq, hamma narsamizdan yiroq qo'yish uchun bizga shundoq bir mustamlika qulluq tuzumini yurgizib kelgan. Shu asosda xalqimiz 70 yillik jaholatga petib ketgan. Bu jaholat patqidan biz qurtulib, mushu tashqi dunyoda, mushu xalqaro seviyede olsun, şu Türkiye sahasında olsun, biz özümüzni bir millet, bir ırk süptüde meyli dinimizin saklaşı olsun, örf-adetimizni saklaşı olsun, bir özümüzni saklap kılış, hem bir terakki kıldırış, hem bizning vatanimizdeki kelgüsü davasını kılış. Nurg'un taraflar hozir o'rtada egizpastliklar, gap so'zlar, o'sak so'zni bulayotidu. Ben müstakilçi, sen avtonomiyachi degandek. Bu gaplarning hammasi o'rtadan yo'qolishi lazım ki hamma xalq bir nishonga minish lazım. Men bilib Uyg'ur qini va qalbida zarracha iymoni va yoki vijdoni va bir insonning o'z vatanida erkin, azodi, mustaqil yashashni xohlamaydigan birmi inson yo'q. Bu haqiqat nimadan bilish lazım. Ama bunu hamma odam o'rtada shuar to'lashning hojati yo'q. Ba'zanlar shuar to'lashga ehtiyoj bo'lganda to'laydi. O bu ihtiyaç bo'lmaganlar başka yoldan kıldı. Ama bu birbirimizni tuluqlaydigan bir takamüllük, tuluqlama buluş lazım. Şu asasda biz yani imkan ba Ulemalar Birliği sübtümüz bilen etraftaki teşkilatlar bilen birleşiş, ulanı bir yere ekiliş, bütün gücümüzni asası kılıdan hizmetimiz bo'lgan vatanninki de bulayotgan hozirgi zulmni yengilletish vaqti kelsa her qandaq ishqa qo'limizda keladigan imkoniyatlarni harakat qilishni asos qilib xizmat qilyapmiz. Bundan keyin asosli masala chet eldiki hozir bu millat Xitoy hakimiyeti bizni 70 yillik asorat ichida davomli bir-birimizga so'qashtirish, birga kelmaslik, xususan shu tashkilotchilik engini tamamen yo'qotgan. Birga kelsa siyosiy aralashdi degan 4-5 adam birga kelib qolsa tashkilot quribdi deb sulugan. Shunday qilib bu Uyg'ur millati, Sharq Turkiston xalqi tamamen birga kelinmaydigan, shunday bir chechilang'u, o'zining beshi kim, oyig'i kim, uni bilmaydigan, hatto bir aramizda shu haqiqatan bizda shunday bir o'rtaga yo'lboshchining bo'lmasligi, bir haqiqiy lider, dahiyning o'rtaga chiqmasligimi shu mustamlikaninki bizga qo'yib kelgan mirasidan o'rtaga chiqqan endi. Biz shuning uchun bundan keyingi bosqichlarımizda xalqimizga shunday tashkilotchilikni o'rgatish, shuni birlashtirish, imkon bor bir-birimizni yo'l qo'yish ishlar bilan bo'lish uchun harakat qilyapmiz.
Xususan yaqinqi ahvolda ahvol bek ig'ir. Düşman mu bizni parchalash uchun, birga kelmaslik uchun xizmat qilyotdi. Nurg'un mablag'larni silyotdi. Ammo biz bu xalqimiz nayt ho'shyor bo'lishi, bundan keyingi ahvolda zaten biz birlashib, birlikda bir-birimizni to'ldirib harakat qilmasak mumkin emas. Endi Allah insonni shunday yaratgan. Qur'oni Karimda ochiq oshkori balki biz sizlarni millat aymoqlarga bo'lib yaratdik, ammo maqsad nima? Bir-biringlardan tunish uchun ve hamkorlash uchun. Yani bu asosda biz mayli qaysi tashkilot, qaysi yo'lda mangan bo'lsin, hatto diniy sohadami har xil fikr tushunchalarda bo'lgan bo'lsin insonlar, ammo umumiy bir nishon, umumiy bir maqsadga qarata ishbirlik qiladigan, hamkorlashadigan, normal qiladigan ishini o'zi qilsa-mu, ammo haliqidagi ba'zi namoyishlar bo'ladi, o'rtaq yig'inlar bo'ladi yoki jiddiy millatning istiqboliga qarata boshqa turadigan ishlar bo'ladi. U vaqtda darhol birga kelib, sen nima qila olaysan, men nima qila olayman, ma tashkilotning roli nima, yana bir tashkilotning roli nima, buni yaxshi tushunib, bilib, bir-birimizni e'tirof qilib va bir-birimizni qo'llab mengishga to'g'ri keladi. Endi biz ulamolar birligi xalqimizning bu diniy jihatdan bo'lgan ehtiyojlarini qamdashga, da'vat ishlarini qilishga ve başka nurgun meseleler buludu. İnşallah ben bu meselede ayrı bir program kılsak bazı meseleler karta düşünce vermekçi. Ama asas kıldığın işimiz halkımızın kelgüsüdeki istikbalığa asaslık bir tesir gösteren bir hizmetlerini kılış. Bizden men yalnız men emas, men ve benim kırındaşlarım ve hatta bu dünyanın hem yerinde yaşavatkan Uygurların asaslık kıldığın hizmeti halkımızın vatandaki bulayotgan zulmni yengilletish hem bu xalqimizning chet eldimi hozir Xitoyning qilayotgan xizmatlarining asosi Uyg'urlarni terrorchi ko'rsatish, obrazini xunuklashtirish, nurg'un masalalarda nayt ko'p mablag' silib xizmat qilyotdi. Biz endi hozirgi vaziyatda bir mazlum millat nurg'un qiyinchiliklarga duch kelayotgan ahvol ostida o'zimizni mudofaa qilmasak bo'lmaydigan bir holatga kelib qilyapmiz. Şunun için bu meselede özümüzde müdafaa qilishlar emas, haq huquqlarimizni talab qilish. Dek nurg'un qiladigan xizmatlar var. Bu endi mayli g'arbda olsun, mayli sharqda olsun, Arab dunyosida olsun, o'zaro birlashish ve birlik bilan xizmat qilishni talab qiladi. Allah razı olsun ustazdan. Yaşlarımız deydiğen nasihatiniz ve tavsiyeleriniz var mı? Yaşlarga qiladigan tavsiyam, o'zimga qiladigan tavsiya, yaşlarga o'xshash. O'qiyotgan yoshlar uchun birinchi qiladigan ish yaxshi o'qish. Bu yaxshi o'qish deganda haqiqiy turda bir bilim egasi bo'lib, qaysi bir kasbda o'qigan bo'lsa, shuni o'zining kasbini puxta egallash. Chet elda yashayotganlar o'zi yashayotgan davlatning tilini yaxshi o'rganish. Aynı vaqtida bu xalqarалық Arabcha, İngilizce ve başka tillarni nayet yaxshi o'rganib, endi vatandagi zulm ostida qolgan xalqimizning chet eldagi ovozi, shularninki bir vakili sifatida xizmat qilishini arzu qilaman yoshlarga. Allah razı olsun ustazdan. Bugünkü programımız bir şey oldu ve ikili kısmı programını görüşünce aman bulunlar.